Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Murodjon Mahmudxonov kanalida. Bugun biz sizlar bilan Counter Strike 2 o'yiniga VH o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun bizga birinchi o'rinda Google Chrome dasturi kerak bo'ladi. Agar sizda Yandex bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Google Chrome'ga kirgan holda biz Yandexga o'tib olishimiz kerak. Yandexga o'tgandan so'ng mana Explorer qattiq X bilan yozamiz. Birinchi o'rinda bu eslatma Google Chrome'da chiqmaydi. Google Chrome'da bloklangan sayt hisoblanganligi uchun Yandex orqali kiramiz. Explorer deb yozamiz. Explorer Chitina KS2 и другие игры. O'shani bosamiz birinchida chiqqan saytni va skachat tugmasini bosamiz. Ozgina kutganimizdan so'ng skachat Explorer, skachat и установить лучший игровой браузер с бесплатным VPN Opera G. Bizga skachat Explorer masash tepasidagini bosamiz. Va bu tortishni boshladi. Yo'qqa o'tsak mana. Hozir ozgina aylanib bu kerakli приложениyani tortib oladi. Keyin bizga Explorer tortish uchun silka beradi. Mana skachat Explorer. Endi buni skachat qildik. Mana tortib olyapti. Buni tortib olgandan so'ng ozgina vaqt ketadi internetning tezligiga qarab. Mana tortib oldi va bunisini emas, mana bunisini bossak, sразу bizda ishga tushadi. Tortida oynasi ochiladi. Va bu yerdan da tugmasini bosamiz. Добро пожаловать в мастер установки Explorer. Настройка вручную, мгновенная установка. Shuni bossak, bizda o'zi tortib beradi. Sразу kerakli narsalarini. Super хорошо для да продолжить. Shu knopkani bosamiz. Keyin bizda hozir oynani ochib berish kerak. Mana ochib berdi. Bizda shunday oyna ochiladi va bu yerda sizda ham Counter Strike 2 turmagan bo'lsa, Counter Strike 2 ni bosasiz va bu yerga kirganda biz eng yaxshisi Osiris va 2 shuni bosamiz. Yana bir eslatma, bu agar nimaga bildirib o'ynasangiz va haiz borligini sizga vak ban beradi. Agar chiroyli o'ynasangiz, bildirmasdan boshqa qilib o'ynasangiz, sheringlaringiz sizga ban bermasa, report bermasa, bu Counter Strike 2 o'yini vakiga tushmaydi bu. Bu yerdan запустить bosamiz va da продолжить bosamiz. Mana bizda sразу уже Counter Strike 2 o'yinini ochib beradi. Sizlar bilan hozir tekshirib ko'ramiz qanchalik ishladi, qanchalik ishlamadi. Va Counter Strike 2 o'yinimiz ochilyapti sekin. Ochilishi bilan o'zi bizni sразу o'yinga o'tkazadi. Va yana bir eslatma, bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Skilllar, har xil skilllar qo'yib o'ynasangiz ham bo'lar ekan. O'zingizni narsangizga, inventaringizga. Mana kirdi va kirgandan so'ng хорошо да продолжить Counter Strike 2 ga qaytamiz. Bu yerda bunday knopka qo'shilgan bo'ladi. Bu yerda hammasini yes qilib chiqishingiz kerak. Qayda no bo'lsa hammasini yes qilib chiqishingiz kerak. Mana vizualda ichida ham bunaqalar bor ekan, hammasini yes qilib chiqasiz. Keyin bir o'yinga kirib ko'ramiz. Masalan, Mirage Dask ikkitasidan bittasiga. Bu VH vakka tushmaydi, VH bo'lib, maza qilib do'stlaringiz bilan o'ynashingiz mumkin. Agar sizga do'stlaringiz yoki siz bilan o'ynayotgan sheringlaringiz sizga report bermasa, Counter Strike 2 o'yini sizga report bermaydi, ya'ni vakdan o'tadi bu. Vakka tushib qolmaydi. Yana bir eslatma, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Biz yangi ochdik bu kanalni. Qo'llab-quvvatlashni ham unutmang, agar videomiz yoqsa. Sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Like bosing, kanalimizga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Принятni bosamiz. Hozir 10 kishidan so'ng kirib tekshirib ko'ramiz qanchalik bizda ishladi yoki ishlamadi.
Shunaqa trollar ham ko'pda, oxirsida bitta bosmasdan odam masabiga tegadigan. Ozgina video vaqti uzayib ketyapti, ammo manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Mana kirdi. Miraj. Ana naparniklar. Mana. Hatto orужияsi, joni va qaysi birida bombasi borligigacha ko'rsatib turadi. Hozir qaysi birisida bombasi borligi ko'rinmayapti. Tushib qolgan shekilli adashmasam. Hali razmenka tugilmagani uchun bomba ko'rinmayapti. O'zi o'yin boshlanganda ko'rsatib ham qo'yaman. Shunaqa qilib, mayli devorlarning orqasidan otmasangiz, sizga bam bermaydi, ya'ni bakka tushib qolmaysiz. Ana bombasi ham turibdi, ana. Xuddi shunday maza qilib o'ynashingiz mumkin. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Telegramga o'tsangiz, Telegramimizga ham obuna bo'ling. Telegramimizda har kuni yangi videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Bizdan uzoqlashmang. Hammangizga rahmat.